Yetandan beri po'xt ishini qilyapmiz. Ha, po'xt ishidan boshqa narsaga yaramagandan keyin qilasanlar-da. Qilmaymiz, jonimga tegdi. Sassiq bo'lsa ham qilasanlar. Qishda istib o'tirishni bilasanlar sandalda hamang. Aka, bu tez qilib tashlaylik. Akalar, singlimizlarni xafa qilishdi. Yana ulgurmadi. Nuqul bizlardan oldi o'rtashaveradi. Hadi solishqa. Ashit kayfda ana. Dadajon tort pishirdim. Ona qizim, raza shirin tort pishiradi-da. Akalaringni ko'rmading? Yeb ko'ring, ko'rmadim. Raza shirin ekan, o'zing yeyver, akalang qayda-ku? Yeng dedim. Ona qizim, erkaliging yoqmaydi-da. Loydan ham shirin chiqargan tort 3 kundan beri loy yeyapman. Ashmasin. Nima uchun men qilishim kerak? Sen ishing bo'lgan aka, o'zing tozalasan-da. Bu solishqa emas. Kim qildi unda? Opa, chochimni o'rib qo'y. Opa, aka bo'ladi. Aka chochimni o'rib qo'y. Yasabimga tegma, nima qiz bola ko'ryapsanmi? Bor o'rtalaringni o'yna. Tur yoqqa. Ana. Rahmat opa. Arzimaydi. Opa? Qayerdaymi? Miyani qatig'ini chiqarma, ma'rif, qaytar dunyo ko'rasan hozir. Opa.